Kechagi videoda sizga aqlni boshqarish bosqichlari haqida tushuntirib berdim va bunga oid 5 daqiqalik mashq berdim. Bugun shu mashqni yana bir marta tushuntirib bermoqchiman. Bu mashq qanday bajariladi? Bu mashqni siz kunning istalgan qismida bajarishingiz mumkin. Xohlasangiz kunduzi, xohlasangiz kechqurun. Faqat bu mashqni bajarayotganingizda alohida bir o'zingiz bir xonada sizni chalg'itadigan, sizni diqqatingizni tortadigan narsalardan xoli bo'lganingiz ma'qul. Bu vaqtda siz nima qilasiz? Albatta yoningizda daftaringiz, ruchkangiz bo'lsin. 5 daqiqa mobaynida fikrlaringizni kuzatasiz. Ularni yaxshi yomonga ajratmaysiz, bo'linmaysiz. Faqat fikrlaringizni kuzatasiz va yozasiz. 2-3 kun shu 5 daqiqalik mashqni bajaring va ko'rib chiqing. Shu 5 daqiqa mobaynida qaysi fikrlar sizni xayolingizdan o'tadi. Ko'p hollarda bizni xayolimizdan o'tadigan odatiy holatdagi fikrlarimiz bu bizning muammolarimizga taalluqli fikrlar bo'ladi. Bu muammolar qanaqa bo'lishi mumkin? Bu muammolar bog'liq bo'lishi mumkin munosabat bilan, bu muammolar bog'liq bo'lishi mumkin pul bilan. Ahamiyat berib qarasangiz, yozgan fikrlaringiz sizning muammolaringizga taalluqli bo'ladi. Keyingi bosqichda biz aynan shu fikrlar sizda qaysi hissiyotlarni uyg'otayotganini kuzatamiz.